Qaravoyjon, ha? Surbetdan men o'chirdim. Ay, yuring nima qilay? Gap yo'q. X Factor'da qatnashish uchun demak ishlaringizni oppoqlizmoqchisiz. Bo'ldi, oppoqlamiz. X Factor'da men sizni ko'rdim. Shovoz xonimda ekansiz, ovozlaringizga gap yo'q. Qaylisiz o'zi? Xorazmdanmi? Xorazmdanmisiz? Meni ham tanishim bor. Taniysizmi Xorazmda Shovoz xonanda? Dilafruz Saidmetova. Kim ekan qarang? Mana sizga ko'rsataman ularni. Mana o'zi. Sizga atalgan Qoravoy ekansiz, sizga atalgan qo'shiqlar ham bor. Yo'q. Ay, qo'shiq aytishni bilmaydi, chiqaveradi-da shu. Ovozi zo'r-ku. Ya, chiqib qo'yanda endi nima deysiz? Ha, tushunmadim. So'rasiz. Nima bu ahvol? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zim yo'q joyda shuncha narsa ekan. Yo'q, opajon. Voy sani maraz. Ko'rganlaringizda bik deysizlar-da, ha? Yo'q paytda shuncha gap ekanda. Yo'q. Men yana Javlonbek bularga qarab qo'shiq aytganman, erkaklarga qarab birinchi qo'shiqni o'zim aytganman, erkaklarning ismiga. Qoravoyim degan qo'shiqni aytgan. Ha, Qoravoyim boshqa ustoz aka bu. Bitta qo'ysang boru. Shu mana. Surbetdan men o'chirdim. Gul beraman sizga. Ay, guling nima qilay? Dishovka gulni. Qimmatini olmayman u gulni. Men tozalang bu.